Ajoyib natija. Salom do'stlar. Keling, raqamlardan boshlaylik, keyin esa hamma narsaga o'taylik. Shunday qilib, har kuni xizmatga mingdan ortiq odam tashrif buyuradi. Biz reklama beruvchilar va pudratchilar uchun bo'lim ishga tushirdik. Reklama beruvchilar uchun banner reklama, kontekstual reklama. Bu yerda banner, kontekstual va video reklama mavjud. Va endi men video reklamalarni sinab ko'rmoqdaman. Men odamlarni kanalga obuna bo'lishga chaqirib, 420 soniyalik taassurot qoldirdim. Reklama narxi, uni yaratish uchun keling, ko'rib chiqaylik. 20 soniya nol nuqtadan $2 ga tushadi. Bu yerga. Ya'ni 400 taassurot $8 ga teng. Men Telegram kanaliga obuna bo'lish uchun qo'ng'iroq qildim. Video yozib oldim va endi kanal statistikasiga nazar tashlaylik. Bu bugun, tom ma'noda bugun ishga tushirildi. Va bugun men hammasini qildim. Keling, bir ko'rib chiqaylik. Mana o'sha kunlar, mana bugun. Bugun 8-may soat 23:07. Reklama yaqinda bugun kechqurun namoyish etildi. Mana reklama 100 bitta obunachi do'stlar. $8 ga 100 bitta obunachi. Keling hisoblaylik. Kalkulyatorni oching. 8 dollarni 100 ga bo'lganda 0079 ga teng bo'ladi. Obuna narxi 0079 sent do'stlar. Obunachining narxini tasavvur qila olasizmi? Keling, rublda hisoblaylik. Dollar endi 74.25 ga teng. 74.25. 0 ga ko'paytiring. U yerda nechta bor edi? 79 mi? 0.79 xo'sh 5-8 so'mga teng. Xo'sh 6 rubl ha abonent. Bu normal holat, to'g'rimi? Keling, yana hisoblaylik. $8 101 obunachiga bo'lingan. Bu yerda 0079. Abonent 5 va 8 rubl oladi. Har bir abonent uchun 6 rubl. Do'stlar, bu natija sizga qanday yoqdi? Ha, bu aql bovar qilmaydi. Men reklama budjetlarini va kanalga obunachilar orttirishni behuda sarfladim. Men bu kanalni 6 yildan beri boshqarib kelmoqdaman va hali ham 2000 obunachim yo'q. Bugun tom ma'noda 1 soat ichida reklama paydo bo'ldi va 100 bitta obunachi keldi. Endi men bu reklamani har kuni buyurtma qilaman. Bu yerda har bir abonent uchun 6 rubl. Bu shunchaki aql bovar qilmaydi. Do'stlar, siz raqamlarni ko'rdingiz. Demak, bu degani. Endi jamoa, qarang, har kuni mingdan ortiq odam xizmatga kiradi. Bu yerga biznesga qiziqqan odamlar va tarmoq mutaxassislari kelishadi. Aytgancha, siz bu yerda ham kontekstual, ham banner reklamalarni joylashtirishingiz mumkin. Bu yerda banner reklamasi, bu yerda esa kontekstual reklama bo'ladi. Bu yerga. Lekin rostini aytsam, video reklama meni hayratda qoldirdi. Bu yerga. Va har kuni bu yerga odamlar qo'shiladi. Ijrochi uchun bo'lim qo'shildi. Endi siz YouTube'da reklamalarni, pul evaziga videolarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda narx 0054. Agar qarasak, buni olamiz. 0054 dollar. Bu yerga va vazifalar bo'limi mavjud emas. Keyingi hafta u mavjud bo'ladi va siz hech qanday investitsiyasiz pul evaziga vazifalarni bajarishingiz va kuniga $20 gacha pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerga. Lekin reklamani kim tushunadi? Biznesmen uchun bu reklama har bir obunachi uchun 5 rubl, 5 va 8 rubl, 6 rubl taxminan aytganda, narxi har bir obunachi uchun 5 dan 6 rublgacha o'zgaradi. Bu shunchaki ajoyib. Bu xo'sh, bu ajoyib. Men Telegram kanallarda reklama buyurtma qildim. Telegram kanallarni oldim. Reklama buyurtma qildim va nima oldim? Qarang, 6 yil ichida men hatto 2000 obunachiga ham ega bo'lmadim.
Reklama budjeti behuda ketdi, obunachilar yo kelmadi, yoki ularning narxi 250 dan 1000 rublgacha edi. Bu vaqti bilan o'zgarib turadi. Telegram kanallari botlarga to'la. Bu yerga va bu yerda haqiqiy odamlar, biznes auditoriyasi, ko'plab tarmoqchilar va turli mamlakatlardan kelgan yirik rahbarlar bor. Bu yerda siz reklama beruvchi reklama, video reklama va aytaylik yaratish mumkin. Bu yerda nima qilish mumkin? Biz sarlavhani, YouTube havolasini, odam qayerga borishini, tavsifini va ko'rish vaqtini yozamiz. Bu yerda biz 20 soniya, 30 soniya, 1 daqiqa, 5 daqiqa, 2 daqiqani tanlaymiz. Bu yerga va uni foydalanuvchiga ko'rsating. U yerda, kuniga bir marta, u yerda, har 3 kunda bir marta, 1 soatdan oshmasligi kerak. Mana, tanlaylik. Mamlakatni tanlang. Bu yerda maqsadni, shaharni, jinsni, qiziqishlarni belgilashingiz mumkin. Faol biznes joylashuvi va hamkor darajasiga ega bo'lgan barchaga ko'rsating. Ya'ni, mana shunday target qilish mumkin. Faol biznes joyiga ega bo'lganlarning barchasi, ya'ni bu odamlar, to'lovga qodir auditoriya, ular bu yerda biznes joyini sotib olishgan. Mana qarang, 5 daqiqa narxi 0.3. Ya'ni 5 daqiqalik onta ko'rsatish $3 turadi. Men esa 20 soniyadan qo'ydim, do'stlar. Reklama uchun $8 to'ladim, 400 taassurot qoldirdim, 100 bitta obunachi orttirdim. Mana 400 ta show, har biri 20 daqiqa va 20 soniya. Xo'sh, do'stlar, bu juda ajoyib. Xizmatdan foydalaning. Olov, shunchaki olov.